Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Mana Gazabloy obyektimizga keldik. Gazabloy beryapmiz. Kechikib oldi. Kechirgan holatda ham videoga olib tashlab yuboray deyapmiz. 5 mingtalik obyektimiz, bu bog'cha qurilyapti. Bog'chaga olingan Gazabloylar mana holatlari. Obyektni hozir yana obzor qilib ko'rsatib beraman. Mana Gazabloylarimiz holati, tekizligi. Obyektlarimiz mana. Mashlarimiz mana mashinadan tushirilyapti. Bog'cha qurilyapti bu yerga. Mashlar qurilyapti mana mashlarimiz. Xolis obzor qilib tashlab beraman internetga. Kim murojaat qiladigan bo'lsa, shunaqa Gazabloy kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Va xolasa yetkazib beramiz. Farg'ona bo'ylab 18 ming, 19 minggacha yetib boryapti. Holatlari g'ashti zo'r. Faqat manzili shu uzoqroqlik hisobiga 18 ming, 19 ming bo'lyapti. Joyida 17 ming g'ashlari bizi. Narxi. Mana g'ashlari biz tekizligi, mana holatlarni ko'ringlar. Murojaat uchun telefon nomeri qoldirib beraman, telefon qilaverasizlar. İptot olishgan. İptot mana urishyapti. Ko'rayotgan bo'lsalar. G'ashi biz avtoreysga kesadi. Sushilkamiz bor. Bemalol qattiqligi, mustahkamligi zo'r. Proshnosti 650 ga 700 markali chiqadi. Xudo xolasa behijolat.